Assalomu alaykum aziz kitobsevarlar. Bugun sizlarga Sharh hikoyat va rivoyatlari kitobining 2-jildi haqida so'zlab bermoqchiman. Bu asarda Sharh xalqlarining asrlar davomida avloddan avlodga o'tib kelgan hikoyat va rivoyatlari jamlangan. Har bir hikoya ezgulik, halollik, sabr-toqat, adolat va donolik kabi yuksak insoniy fazilatlarni tarannum etadi. Kitobni o'qir ekansiz, nafaqat qiziqarli voqealar olamiga sho'ng'iysiz, balki hayot uchun muhim saboqlarni ham olasiz. Bu asar yoshlar ham, kattalar ham mutolaa qilishi tavsiya etiladigan bebaho ma'naviy merosdir. Agar siz donishmandlar hikmatidan bahramand bo'lishni istasangiz, Sharh hikoyat va rivoyatlari kitobini albatta o'qing. Kitob donolik va ma'naviyat sari eltuvchi eng yaqin yo'ldoshdir.